Assalomu alaykum hammaga. Cherry Jetur mashinalarida mana shu ko'p mashinalarda shunaqa problema bo'lyapti hozir. Masalan, Tracker, Equinox, GDI motorda hammasida masalan ko'p klientlarimiz benzin tugagancha haydaydi. Benzin tugagandan keyin injektorlar mana qizarib ketgan mana bu joylari. Injektor ishdan chiqadi, kuyadi bu. Benzin haydash mumkin emas bularni. Kecha buni polni yuvdik, tozaladik, qaynatdik, foydasi bo'lmadi. Injektor o'sha oldingidek sepmayapti. Shuning uchun mana yangisini qo'ydik. Qo'yamiz endi nasib qilsa Xudo xolasa. Shuning uchun bilmaganlar uchun iloji boricha GDI motor kimda bo'lsa agar gazda yuraman deganlar ham bu gazdan ham yursa 30 ga 70 yoki 80 ga 20 qilib qo'yadi. 100% gazda yurmaydi mashina. Benzindan ham yuradi, benzinda ishlaydi mashina. Shuning uchun benzin tugagancha haydamanglar. Ertaga problema bo'lmasin desangiz injektorda. GDI motorlarda почти hammasida shu problema bor. Benzin haydasa kuyadi injektorlar.